Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Birinchi o'zim ko'rsatib olay. Ko'pchilik qandaydir ishonqiramasdan murojaat qilishyapti. Bir qator o'zimizni ham ko'rsatib, ishonchli bo'ladi. Hamma narsa joylarimiz ham lokatsiyalari bilan bo'ladi. Xudo xolasa ishni obzor qilishni boshladik. Xo'sh, bo'yi 3 metrdan baland, 320 bo'lgan ishimiz. Xo'sh, eniga 3 metr bo'lgan. Buni alt ko'z qilganmiz. Alt ko'zini. Mana bittadan oradan bittadan ochilgan. Keyin mana burchaklariga e'tibor berib qo'yasizlar. Xo'sh, burchaklari ichkarida ustun bor. Keltirganmiz. Xudo xolasa liniyalarni bitta qilib juda go'zal holatda chiqdi. Xo'sh, yana ahamiyat beradigan joyi qirra burchakli ustunlar bo'lgan. Mana xudo xolasa qirralarni keltirdik. Qo'limizdan kelgancha chiroyli qilib ko'rsatib o'ting. Xo'sh, romlari ham mana o'ziga yarashimli holatda chiqqan. Dizaynlari, fasonlari. Xo'sh, bu akfa antrazit alyumin profili bo'ladi. Plastmassadan ko'ra narxi arzonroq bo'ladi. Keyin kun tushadigan shunaqa joylarga alyumin profili yaxshi xizmat qiladi, xudo xolasa. Xo'sh, keyin mana eshiklariga eshiklar shartlangan holatda bo'lgan. Ikkita shartlankamiz 2 qavat oynaga bo'ladi shartlankamiz. Ruchkalari baquvvat ruchkadan bo'lgan, har doimgidek baquvvat ruchka ishlatganmiz. Mana ligirovkalari xudo xolasa juda go'zal holatda ligirovkalar. Xo'sh, bu ko'rsating ruchkalari xudo xolasa juda go'zal. Alkafonni o'zidan qilib chiqarganmiz. Bu yog'i ham naryoq bilan bir xil ekanda. Ha, bu yog'i ham ko'rinishi ham bir xil. Ko'zlari ham xudo xolasa nasl o'ziga tushgan holatda bo'lgan, bo'yiga, eniga. Chaklari ham zo'r kelgan ekan. Xudo xolasa chaklarini ko'rsatib o'ta olasiz operatorimiz. Mana chaklari xudo xolasa bunaqa uyutadiganmiz. Har doimgidek go'zal holatda, bemalol tekshirib, akfani o'zidan bo'ladi profili. Aytgan profilni qilib beramiz. Kimga qanaqa profil kerak bo'lsa, kim qanaqa profilni qilib bering desa qilib beramiz, ustamiz aytganini qilib beramiz. Как будто tom yopadigan, lampa qiladigan ustalar singari shipirdan qilib bering desa shipirdan qilishadi, tunika qiling desa tunika qiladi. Biz ham aytganini qilib bera olamiz. Alyumin desa alyumin, MDF desa MDF. Biz qo'limizdan xudo xolasa shunaqa ishlar keladi. Qilib bera olamiz. Demak, burchaklarimizda yana har doimgidek ustun holati bor. Ha, burchakli ustunlari bor. Xudo xolasa akfani o'zidan keltirib olganmiz, qo'limizdan kelgancha. Ya'ni eplaganmiz. Bunaqa sovuq kerak, boshqa bo'ladigan holatda emas. Akfa bir-biriga yopishgan. Mana ustunlari ham har doimda arka fon bilan o'ralgan. Ustunda keyin bu katta profildan ishlatamiz. Kichkina profildan ishlatilmaydi. Keyin bu arka fon, tunika fon emas. Arka fon bilan bu aslan arka fon bo'lgan. Ammo bo'y baland bo'lsa ham chiroyli chiqar ekan. Ha, xudo xolasa juda go'zal chiqar. Dizaynini ham maqlashgan ekan. Akamiz Rossiyada turib bizni kuzatib borgan. Akamizga chiroyli narxda qilib berdik. Xudo xolasa kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga bir qator yozasizlar. Nech pulga tushdi deb o'ylaysizlar. Bir qator naryoqdan ham ko'rsatasiz, bu yoqda ko'rsatib olaylik. Aynaga-chi, aynaga bir qavat qanaqa ayna? Bir qavat yo'du oyna bo'lgan. Oynamiz. Aynaga bir qavat yo'du. Eshiklari 2 qavat bo'lgan, yo'dviga oq bo'lgan. Shartlanka qilib berasiz degan. Kira olishga odamni tortadi. Kira ro'yxatxonadan kelgan odamni tortadi, xudo xolasa. Ko'rib havas qiladigan uy bo'ldi. Keyin balkon profili bo'lgan. Ustuni balkon profilidan ishlatganmiz. Lapanlamaslik uchun. Lapanlamaslik uchun, boshqa bo'lmaslik uchun ancha naqasini yo'qotadi. Ruchkasi aytdim, baquvvat ruchka. Tagilari alkafon. Taglari alkafon bo'lgan. Xudo xolasa bu chirimaydi, teshilmaydi. Alyumin bo'ladi, 2 tomoni alyumin bo'ladi bu narsa. Ichkaridan ham bir qator ko'rsataylik. Ichkaridan bemalol ko'rinadi, tashqaridan. Ichkaridan ko'rinish holatlari. Xo'sh, mana romlar, ruchkalari ham baquvvatdan bo'lgan. Yaqinroqdan kelib ko'rsatib, ishlash holatlarini ko'rsataman, xudo xolasa. Ishlatgan sari ishlatgisi keladigan ruchkalardan bo'lgan, xudo xolasa.
havas qilib, duo qilib ishlatadi xudo xohlasa uydagilar ham. Bemalol tashqi tomon ko'rinadi. Ichki tomon uncha yaxshi ko'rinmaydi. Hammasi bir xil to'rt ko'zdan bo'lgan ekan. Ha, to'rt ko'zdan bo'lgan. Keyin xudo xohlasa uydagilarni bu yog'ini MDF bilan o'ratib yuboradi. Agar alkofon bilan o'raysizlar deb murojaat qilsalar, o'rab bera olamiz, lekin bitta ustunga 300 ming atrofida ketadi. Shunga agar MDF dan qiladigan bo'lsa, 300 mingga 3-4 ta ustun bo'ladi. Shunga MDF tavsiya beramiz, chunki ichkarida yomg'ir, boshqa suv xavfi yo'q bo'ladi. Shunga MDF xizmat qiladi. Mana ustunimiz, tashqaridan ko'rsatgan joyimiz. Ustun ichkarida qolib ketgan bo'lgan. Lampalarni bir qator ko'rsating, xudo xohlasa juda go'zal chiqqan ekan lampalar ham. MDF qilishgan ekan ustakalarimiz keltirishib olgan. Liniyalar ham tekis holatda. Xo'sh. Savol ashi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, narxi qanchaga tushdi deb o'ylaysizlar? Kommentariyga yozinglar, biz javob beramiz. Xudo xohlasa zo'r narxda bo'lgan akamiz. Bir dizaynni ko'rsatib o'tasiz bir qator. Lampalarni ham haqiqatdan ustalar chiroyli qilgan ekan. O'zimiz ish davomida ham ko'rdik. Bir ikkita odam kelib lampalarni ustalarni so'rab ketdik qilganligini. Bu haqiqatdan chiroyli chiqqan. Mana uyni proyekti, uy proyektiga qiziqadigan akalarimiz ham bemalol xudo xohlasa foydalanadi aka uyni proyektidan, ha? Uyda egasidan bir qator so'rab qo'ydik. Agar kimda kimga qiziq bo'lsa, bemalol uyni proyektidan foydalanadi. Andijon viloyati Oltinko'l tumanidamiz xudo xohlasa. Bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab chiqyapmiz aloqaga. Mana havas qilgan bo'lsa, bir qator like bosinglar. Kanalimizga rivoj uchun podpiska bosib qo'yinglar. Xudo xohlasa, bundan ham qiziqroq yaxshi videolar chiqaramiz xudo xohlasa.